Yettinchi masala. Jism K nuqtada ushlab turilibdi. U qo'yib yuborilsa ishqalanishsiz harakatlana oladi. Jismning M va T nuqtalaridan o'tayotganda kinetik energiyalar nisbati aniqlangan. Demak, bizdan so'ragan Y1 taqsim Y2 bo'lsin. Shuni so'rayman. Dastlabki to'liq energiyasi bu h balandlikda to'liq desam mgh bo'ladi. Massasi m ga teng. J h o'rniga 6h qo'yaman. To'liq energiyasi m. Bu nuqtaga erishganda qanaqadir tezlikka erishadi. Nuqtaga chiqqanda balandligi 2 ekan. Bu to'liq energiyani tenglayman. 6 ta mgh potensial energiyasi bor. 2 ta mgh h o'rniga 2h qo'ydim. Qanaqadir kinetik energiyasi bor. mv1 kvadrat taqsim 2. Shunday kinetik desam Y1 de birinchi kinetik energiyasi 4 ta mgh. Endi ikkinchi kinetik energiyasi mana 3h balandlikda. Yana 6 ta mgh deyman. Potensial energiyasi 3 ta mgh. H o'rniga 3h qo'ydim. Qanaqadir Y2 kinetik energiyasi bor. Kinetik energiyani topsak 3 ta mgh. Bizdan Y1 taqsim Y2 ni so'raydi. Y1 4 3 ta mgh. Y2 qisqarib ketsa 4 taqsim 3 qoldi. Javob ekan.